Garvard universiteti tahliliga ko'ra o'tgan 5 yilda iqtisodiy indeksdagi o'rnimiz 25 pog'onaga yaxshilandi. Bugungi kunda 162 ta turdagi milliy mahsulotlarimiz dunyo bozorida raqobat ustunligiga ega deb e'tirof etilyapti. Natijada oxirgi yillarda eksportimiz 2 baravarga oshdi. O'tgan yili 27 milliard dollar bo'ldi. Tashqi savdo aylanmasi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 57% ga yetdi. Bu iqtisodiyotimiz tashqi bozorga qanchalik bog'liq ekanini ko'rsatadigan juda katta raqam. Takror aytaman. Hozirgi dunyodagi vaziyat bizga ta'sir qilmaydi degan rahbarlar juda katta xato qilgan bo'ladi. Bunday sharoitda faqat o'z kuchimiz va ichki imkoniyatlarimizga tayanib dadil qadamlar tashlashimiz kerak. Lekin ko'p rahbarlar hali mudrab o'tiribdi. Masalani jiddiyligini 2 karra ko'p ishlash kerakligini sezganimiz yo'q hali. Har bir vazirlik, tarmoq va hududlarning birinchi rahbarlari qo'liga qalam olib, aniq reja qilib ishlab chiqarish, eksport bilan o'zi ham shaxsan shug'ullansa, natija bo'ladi. Hozirgi favqulodda holda buni o'z holiga tashlab qo'yish, ko'rsatishlarni pasaytirish bu xalqimizga xiyonat.